taxtadan uy qurdirmoqchisiz, buni qaranglar. Chachilib parcha bo'lib ketyapti. Buni eng yomon tarafi, Xudo saqlasin, agar yong'in bo'ladigan bo'lsa, uylaring yonib ketib, butkul hech nima qolmasligi mumkin. Men sizlarga 2026-yilda emas, 2020dan beri rosa trendga chiqayotgan, uni qaranglar, konteynerdan tom mahsulotlarni ishlab chiqaradigan akalarimiz oldilariga yetib kelganman. Xuddi mana shu ko'rib turgan yopiq angarlaringni eng qiziq tarafi nima qilib berishadi deb o'ylaysizlar? Xaladenniy qilib berishadi degan. 25 ga 55 joyda buni qaranglar. Biz ustum umuman yo'q. Agar taxtadan qildirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mabodo taxta bo'ladigan bo'lsa, taxtani o'zlaring ko'pchilik bilasizlar, osilib ketishi mumkin, boshqa narsa bo'lib ketishi mumkin. Lekin akalarimiz qilgan ishlariga ancha yilgacha Xudo xolasa garantiyalarni berib o'tishadi ekan. Nech puldan bo'lgan, videomiz oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, nech puldan bo'lgan, qanaqa konteyner mahsulotlarni ishlatilgan, keyin bir xilga konteyner mahsulotchilar bor ekan. Men ularni gapirmoqchi emasman. Zanglagan, chirib ketgan, pachaga chiqib ketgan konteyner mahsulotlar ishlatib o'rishadi ekan. Lekin akalarimiz unaqa emas ekan. Buni qaranglar, ranglarigacha xohlasalaring, masalan, pulni qo'shib beradigan bo'lsalaring, ranglarigacha xohlagan ranglarni, xohlagan dizaynlarni qilib berishar ekan. Akamizdan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Nech puldan bo'lgan? Videomiz oxirigacha kuzatib boring. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Mehnatlar bilan xalq xizmatida charchab qolmayapsizlarmi aka? Endi sizlar qo'li gul ustasizlar aka, o'shaning uchun charchamayapsizlarmi deyman. Aka, xuddi mana shu ko'rib turgan joylaringga hozir aytib o'tganimiz 25 metrga 55 metr aka. 25 bez ustum yomon, juda ham chiroyli chiqqan ekan aka. Operator beravering telefondan, akam o'zlari ma'lumotlar bersinlar. Akajon, endi qarang. Birinchi o'rinda mana aytib o'tganimdek, konteyner mahsulotda hali bir xilga joylarda bo'ladi-da, masalan, o'qlanib ketgan, chirib ketgan, rasvo chiqib ketgan konteyner mahsulotlardan foydalanishlarsizlarmi yoki yangi konteynerlardan? Aka, biz yangi konteynerni pachalab, mashinadan foydalanamiz aka. Foydalanasizlar. Qoyil aka, haqiqatan ham qo'llaring yulagan, juda ham zo'r chiqqan ekan. Buni qaranglar, ish sifatiga ko'rib turib, bitta baho berib o'tib ketmasalaring bo'lmaydi. Akalarimiz qo'llarini o'ynatib turib, juda ham chiroyli qilib berishgan ekan. Hali qo'li gul usta deyiladi-yu. Mana shu akalarimiz shu qo'li gul usta bo'lar ekan. Men haqiqatan ham endi bunga amin bo'ldim. Haqiqatan ham qo'li gul inson deganda mana shu akalarimizni nazarda tutsak bo'laver ekan. Nimaga? Men ishlarini birma-bir ko'rib chiqdim, svarkalarni varid qilishlarini ko'rib turib qoyil qoldim, lekin juda ham zo'r ekan. Endi akajon qarang. Bularimizni narx-navolari qanaqa bo'ladi aka? Narx-navosi 1 kvadrati 130 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. 250 ming so'mgacha qilib berasizlar. Xudo xolasa endi garantiyalarimiz qanaqa bo'ladi aka? Garantiyasiga Alloh ko'rsatmasin, xizmatini qilib beradi aka, buzguncha qilib beradi. Buzguncha Xudo xolasa. Uni qaranglar, juda ham zo'r chiqqan ekan. Aytib o'tdim. Videomizni boshida aytib o'tganimdek, xuddi mana shu yerga xaladenniy qilishayotgan ekan. Xaladeniyni ustiga xuddi mana shunday qilib, chiroyli qilib, sifatli qilib. Aka, endi qarang. U tomda mana rekasi bo'ladi-yu. U ham konteyner mahsulot. Konteyner aka. Masalan, mana qarang, ustum bor aka. Ustumni tevasi bor, tevasi polni konteyner mahsulot, to'g'rimi aka? Polni, konteyner. Qaranglar. Stoykasi turib xolos aka. Stoykasi turib xolos. Lekin mana qarang aka, masalan, mana shu stoykasini ham konteyner mahsulotdan qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Uni 40 qilib, uni kalonasiga o'xshatib qo'yadi. Mana bunaqa. Juda ham chiroyli bo'lib chiqqan ekan. Mana gapimiz isboti bilan. Mana. Bitta ko'rib bera, bu nima aka? Tarnos aka bu. Tarnos, mana tarnosini ham ko'ryapsizlarmi? Hali chirib ketgan, oqib ketgan, bir burdaletib bo'lib ketgan konteyner mahsulotlardan emas. Pashti yangi konteyner mahsulotlardan foydalanishadi ekan. Endi necha konteyner mahsulotlardan foydalangansizlar aka? Aka 6 ga 4 dan foydalanganmiz. 6 ga 4 dan aka? 6 ga 4 konteyner. Masalan, menga qalinroqdan kerak, menga bundan ham mustahkam bo'lsin deydiganlar qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi aka, farqi yo'q uni. Endi keyin qarang aka, bez ustum qilib nechaga qilib beralasizlar? Aka, bez ustum 30 metrgacha qilib beramiz. 30 metr. Demak, mana eniga 30 metr. Ya, cheksiz ketaveradi. Cheksiz ketaveradi. Qoyili, juda ham zo'r chiqqan ekan, aytib o'tganimizdek. Sifatli narsalarni, masalan, sifatli ustalarda ishlatish kerak. Nimaga? Masalan, pulni topyapsiz, peshana teri qilyapsizmi? Endi uni sarflayotganda ham yaxshi joyga sarflash kerak. Men boshqa nimalarni yomonlamoqchi emasman, lekin juda ham haqiqatan ham o'ta ham go'zal bo'lib chiqqan ekan. Akamiz ham uyda egasi ham chetda o'tiribdilar. O'sha xaladeniyni qurdirayotgan akamiz ham haqiqatan ham juda ham mamnunlar akalarimizning ishlaridan. Aytib o'tganimizda 150 ming so'mdan 130 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. 130 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. Endi aka, masalan, tomini yopib bering, shipr olib kelib beraman deydiganlar bo'lsa, unaqa aka, shiprni olib bersa, tunikasini olib bersa, bonusiga biz qatirib beramiz. Bonusiga. Ha, bonusiga. Juda ham zo'r. Endi qarang aka, bat endi xaladenniy aka. Xaladenniy bas boshqaroq joy bo'ladigan bo'lsa, mabodo aka, qarang, rangi hozir buniki seriyroqmi, qanaqa? Seriy aka. Seriy aka. Seriydan boshqacharoq rang qilib bering menga deydiganlar uchun boshqacha ranglardan ham qilib beramiz. Aytgan rangini qilib beramiz aka.
Aka rangidan qilib berilaveradi. Farq yo'q. Xizmat ko'rsatishlarimiz qanchacha bo'ladi aka? Xizmat ko'rsatishimiz aka butun O'zbekiston bo'ylab. Butun O'zbekiston bo'ylab. Juda ham zo'r ekan, u qaranglar. Akalarimiz masalan tom yoptirmoqchi bo'lsalaring, bitta biroq bu joy xaladenlik. Undan tashqari masalan uy qurmoqchi bo'ladigan bo'lsalaring, to'yxona aka. to'yxona hamma yo'q, Farq yo'q aka. Hamma yo'q. Stadionlarga ham bo'ladimi? Mini stadion hamma yo'q aka. Bo'ladi. Qoyil. Juda ham chiroyli ekan. Xudo xolasa aytib o'tganda, narxlari ham o'ta ham hamyon bo'lib, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Xudo xolasa zo'rdan chiqdim deydigan bo'lsalaring, skidkalarni qilib xudo xolasa juda ham chiroyli qilib berishar ekan. Aka, endi O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xizmat ko'rsatamiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Masalan, akam bilan telefonda gaplashadigan bo'lsalaring, Telegramdan, xolasalaring Telegramdan, WhatsAppingizdan bormi aka? WhatsApp ham bor aka. Telegramdan, WhatsAppdan agar ishonmasligingiz bo'ladigan bo'lsa, akamizni ko'rib olinglar. Video vizitdan telefon qilib turib dogovor qiladigan bo'lsalaring, xudo xolasa, ikkovlari kelishadigan bo'lsalaring, borib, o'lchab, ko'rish, masalan, joylarga qarab turib dizayn chiqarib berish, hamma xizmatlari xudo xolasa mutlaqo tekin bo'ladi, to'g'rimi aka? Tekin aka. Uyda egasidan nima talab qilinadi aka? Uyda egasidan aka, yotoq joy. Bo'ldi aka, qo'ygan material hamma ustoz aka. Yotoq joy 2 dona non bilan yarim kilo osh damlab bersa bo'ldi aka, xudo xolasa. Bo'ldi, mana ko'rdilarmi? Chiroyli qilib, juda ham zo'r qilib berishar ekan, xudo xolasa. Aytib o'tganimizdek, O'zbekistonning kartasiga shuni kiradigan bo'lsangiz, navigatorga kartani qaysi hududdan bo'lishingizdan qat'iy nazar borib turib chiroyli qilib berishaverar ekan. Xudo xolasa, aka, xudo xolasa men aytib o'tgandek, sizlar bitta narsaga loyiqsizlar. Sizlar yaxshisidan yaxshisiga loyiqsizlar. Xudo xolasa o'shaning uchun akamizning nomerlarini ekranda qoldiraman. Biz berilmagan savollarimiz bo'ladigan bo'lsa, akamizga telefon qiladigan bo'lsalaring, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi. Faqatgina iltimos, soat 11 dan keyin telefon qilmanglar akalarimizga. Xudo xolasa chiroyli qilib mana barakalarni qilib berdik. 130 ming so'mdan boshlanadi, yuqoriga qarab ketaveradi. Inshaalloh xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Ekran nomerlari bor. Telefon qilsalaring to'liq ma'lumot berishadi. Sog' bo'linglar, zo'rab uzoqlashmanglar.